Uçağımdan yoğunsa dalsa, uçağda hemen bölmenin buldu. Şundaqmı? Oo kızım, onu sevmegin. Men nimelan setip ala alayman? Men bu ezelden pul xashlab bakmagan. Voy, bu kishi saksizda ko'rinadi-ku. Ular bana Mekke'de yardım erişemeysen degan edi. Biz sizga yordam qilamiz. Siham. Dada, sizlar neybarsizlar? Biz endi borolmaydigan bo'ldik. Oldi bilan bu kishini holidan xabar olishimiz kerak. Undaqda qo'zichoqni qandoq qilamiz? O Qur'onning boshqalarga qanday yordam qilish haqidagi sanining yodingdimi Siham? Sadiqa bergichi erlarga, sadiqa bergichi ayollarga va Allohga qarzi hasana bergichilarga hassalab savob beriladi. Ularga zo'r mukofot jannat beriladi. Agar mushu ta'lim bo'yicha yashamasak, bizning burunqi Makka kuffarlaridan farqimiz qolmaydi. Bilemsen Siham, Mekke'nin ilgirki haleti bilen hazırki haleti tamamen okşamaydı. Kabe'nin etrafı butlar bilen tolgan edi. Şu çağlarda Moğa okşaş kembağalarının turmuşu intayin capalık idi. Rahmet efendim. Bu almenin bo'ldi. Boshqalarga qarz berganda qaytirishga bekmi intizor bo'laman. Dönüp qaray. Ben onun ihtiyaçlık uyumuzda kazana salmaydigan halga geldi. Qarz ilishdan burunla bularni o'ylashing kerak edi. Hey, uni tut! Mekke'ye kelganinglarni qarshi olaman. Esinglarda chiq tutinglar. Sizlar nazar chiroqlarda nayt saxiy va mard bo'linglar. Ondan ilahlarimiz sizlarni o'z panohida saqlaydi. Ha? O nima? Ey ulug' va muqaddas Uzza. Men sana barliq narsamni beray. Sen uni pok surtib et. Bo'ldi. Tavob qilma Sumayya. Hozir degan tavob mezgili. Men barliq mabotlarning paqirab turishini umid qilaman, ha. Ey Mekke! Ular uning shafqatiga tayinib, bizning savobimizga ko'z qizartib atadi. Suiqas xuddi. Pul beray. Darhol javobini ber. Sahih. Palchilarning bir shartini inkor qilishga bo'lmaydi. Tarqin, Suhayl. Planing bo'yicha temirchini aldavergin. Palchisini chinib qolmaysan dedim-ku. Cho'qim chinib qolmaysan. Hargiz chalmayman. Voy, o'g'ri. Sen qul tanlashga bayma ekansan, Umayya. Ötünüp qalay, mağa erkinlik beringlar. He, men bunu aldım. Bilal. Esyanda bolsun ki, ular seni qamchi bilan urdi. Lekin sening ruhing erkindir. Ruhing hech kimga taalluq emas. Sen bir tarafga o't. Yigit, yana bir qatam at. Agar o'tirib atsam, meni qo'limga aylanasan. Yo'q. Yigit, bu yoqqa kel. Ha ha. O'rningdan tur. Bir tarafga o't. Qaranglar, nurg'un ishlar kapti. Bu yil tarixdagi eng qalbilik tavob yili bo'ldi. To'g'ri gap. İlahlarning hammasi Bir qism tavobchilarning kallasi taza ishlamaydi ekan. Ular ikki qitim qurbonlik qildi. Shug'ul esa hech qanday pul yaraydigan narsa ekan. Yaxshi, bu degan amaliyat.
bak ahmoqkanmiz. Biz mollarning bahosini o'stirmabdik. U chaqda bizning mardlik, saxiyligimiz nimaga aylanib qoladi? Tavobchilarning tavobgohga kelishi muqaddas diniy qoida uchun. Biz azaldan boshqalarni suv va chidir bilan ta'minlab kelgan. Hozirgi ahvoldan qaraganda tavobchilarga hakovorlikni taqdim etayotgan o'xshaymiz. Mening bundoq gaplarni anlig'im yo'q. Hey Abu Jahil. Abu Talib bizning cho'ngimiz. Shundoq, u texe bizning qarindishimiz. Ammo u menga vakillik qilolmaydi. Uning o'rinsiz qilishlarga qaranglar. Tavobchilar hargiz biz sababli o'samaydi. Biz hammamiz 10 qitimdek qurbonlik qildik. Lekin sizlarchi biz nima foydaga erishgandimiz? Texe bizga ta'lim beramiz. Hammasi o'sha qabilaning Ka'bani boshqarganligida. Biz chuqum usulimizni o'zgartirib o'qishimiz kerak. Ehtiyot qil Abu Talib. O'zgartish balkim xatar elib kelishi mumkin. Abu Talib jiyani Muhammad sallallohu alayhi va sallamning dunyoni o'zgartuvchi kishi ekanligini tushungandek bo'ldi. Dal shu vaqtda 40 yoshlik Muhammad sallallohu alayhi va sallam shahar sirtidagi bir g'orga qarab mung'avatdi. U yolg'iz iltijo qiladi, tafakkur qiladi. Makkadagi jahiliyat uni bearam qiladi. Qulluq, ayollarini xo'rlash, nafsoniyatchilik, qimor, qiz buvoqlarni tirik kumush, yog'och va toshlardan but yasab, ularni iloh qilish. Ibrohim, Musa, Isa alayhissalomlar bo'lsa, yakki bir Allohga da'vat qilgan edi. Shunga u doim yolg'iz o'ngirga kelib istiqomat qiladi. To'satdan uning to'rt atrofini kuchli nur qorishib oldi. U bishini ko'tarib qarasa, Jibril alayhissalom turadi. U vahiy farishtasi edi. U gap qila olmay qoldi. "O'qu", dedi farishta. "O'qiy olmayman", deb javob berdi payg'ambar alayhissalom. Jibril alayhissalom 3 qitim takrorladi. Har qitimlik javob o'xshash edi. Jibril alayhissalom uningga yaratgan Parvardigoringning ismi bilan o'qig'in. U insonni laxti qondan yaratdi. O'qig'in. Parvardigoring eng karamlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Jibril alayhissalom shundoq deb g'oyib bo'ldi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam qo'rqqanidan titrab ketdi. U darhol g'ordan ayrilib uyga qarab butun kuchi bilan yugurdi. O'zining nimalarini ko'rganligi g'uvo edi. Ammo u tog'dan tushayotganida Jibril alayhissalom yana paydo bo'ldi va uningga: "Ey Muhammad, sen Allohning payg'ambarisan. Men Jibril." U boshqa taraf bilan ketishga urindi. Lekin qaysi tarafga qaramasin, Jibril alayhissalom so'zini takrorlab turadi. "Ey Muhammad, sen Allohning payg'ambarisan. Men Jibril." Farishta yana g'oyib bo'ldi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam yana uyga qarab yugurdi. U uyga kelganda-mo badani g'al-g'al titrayotdi. U ayoli Xadichaga o'zini darhol o'rab qo'yishini aytdi va uningga ko'rgan anglaganlarini aytib berdi. Jin shaytonlarga yo'liqqandek his qilib, o'zidan bakla ansirayotganligini aytdi. Ammo Xadicha tasalli berib, "Alloh sizni hargiz jin shaytonlarga yo'liqtirmaydi. Alloh sizdek isil axloq egisini, samimiy, fikrlarga kuyunadigan kishini panohiga oladi", dedi. Uzun o'tmay Muhammad sallallohu alayhi va sallamni navri akisi Xristian o'limaning yiniga boshlab boradi. Shundoqla yuz bergan hamma ishlarni bayon qiladi. Sening yo'ldashing Allohning payg'ambaridir. Kishilar uni har xil bo'hton, badnomlar bilan yurtidan haydab chiqardi. Xadicha o kishining so'zlarini anglagan bo'lsa-mu, yanada yo'ldishiga agishidi. Qilchi ikkilanmasdan tunji bo'lib islom diniga kiradi. Tezla nurg'un kishilar iymon etishga boshlaydi. Men izchil Muhammadning maxfiy yig'ilishlari haqidagi
Miş paranlarını anlayman go. Özüngni tutib al Abu Jahil. Ben tıxı onun başkalarga ögütüp atkan narsaning nima ekanligini bilmedim. Ammo onun beqib olgan bolasi Zahid onunga qo'shilib ketibdi. Yani onun jiyani Ali baba. Undaq bo'lsa nima bo'ldi? Qolganlari hammasi kambag'allar va qo'llarga. Ular qattiq jazolanish kerak. Nima ishqa? Chunki bizning dinimizga o'xshamaydigan narsalarni o'rgatgan. Qara, agar onunga obro'li kishilar agashgan bo'lsa, onun davati xatarligi hisoblanadi. Men uni dengiz yutgandek yutib o'taman. Lekin o Muhammad Abu Jahil o degan amin eng ishonchli kishi. 3 yil jarayonida Muhammad sallallohu alayhi va sallam maxfiy da'vat ilib bordi. Men dal mushu mazgilda Siham tunji qitim uning ta'limiga qatnashdim. Men bundaq qilishdan sal ikkilanayapman. Siz chuqur uning so'zlarini anglab bakishingiz kerak ana. Bizga hech nima bo'lmaydi, Jalila. Tez kiringlar. Bugun ilgirki kunlarga qaraganda odam ko'p. Rahmat Jafar. Sen kundi kechdi nega borasan? Allohning payg'ambarining yoniga berib ta'lim olaman. Rasululloh islomni tushundirsa, so'zlarining nafsligiga qilsamaydi. Uningga tushgan Qur'on oyatlari biz ilgari anglab boqmagan go'zal so'zlar edi. U bizga Makkadagi butlarning hech qanday iqtidorga ega emasligini, faqat birli ilohning borligini bildirdi. Alloh Ibrohim, Musa, Isolarning parvardigori. Sizlar cho'qim Allohga to'liq itoat qilinglar. Allohning huzurida kishilar boy, kambag'al deb ayrilmaydi. Hamma kishi barobardir. Miskinlar hargiz kamsitilmaydi. Islomda faqat mehr shafqatli bor. Qur'onda mundaq deyilgan: "Nihoyat shafqatlik Allohning ismi bilan boshlayman. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganinglar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar." Ayollar shaxsiy mulk emas. Ularni Alloh yaratgan. Ayollarmi erlarga o'xshashla muhim. Ularni izzatlaylik. Zamin Allohning bizga bergan ne'mati, uni asraylik. Sizlar uning boshqaruvchisi. Esinglarda bo'lsinki, sizlarning har bir amallaringlar qiyomat kuni sizlar uchun hujjat qilinadi. Shu kuni oqshimi nurg'un kishilar musulmon bo'ldi. Oddiy bir jumla guvohlik bilan biz o'zimizning e'tiqodini ifodaladik. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi. Ammar, sen hargiz ishonmasliging mumkin. Payg'ambar alayhissalom bizga barliq kishilar Allohning nazarida barobar dedi. Sen meni uning bilan ko'rishtirsang bo'ladi. Men seni Muhammadning targ'ibotining qanchalik xatarlik ekanligini tushunsam deyman. Albatta tushunaman. Uni cho'qim to'sish kerak. Sizlar Muhammadni tutsanglar bo'lmaydi. Nima? Bilal, bu yoqqa kel. Bumisi qamchaysa. Ular faqat jismimni uralaydi, lekin ular ruhimni qamchilashga amalsiz. Bo'pti, ruhingni avatib, jismini bo'lsa-mu qaytirib kelgin. Sen Muhammadni qanchalik tushunasan? Men faqat uning payg'ambar ekanligini bilaman. Payg'ambar? Payg'ambar? Qara, hozir vabo o'xshash tarqilibdi. Ilohlarimiz bu so'zing uchun seni jazolaydi Bilal. Muhammad butlarni hech nimaga qodir emas dedi. Qodir emas? U qodir emas dedimi? Bir qulning ilohlarimizga til tekkizishni kim o'ylagan, ha? Endi aytib beqinglar-chi. Muhammadning targ'iboti nimalarga aylanib ketdi, ha? Bizning jiyanimiz bizga qarshi chiqyapti, Abu Talib. Bizmi o'xshash, hammaga qodir zotga cho'qinyapmiz-ku. O'g'o shundoq. Lekin biz har holda boshqa ilohlarga til tekkizmadik-da. Buning nima ziyni bor? Uningga agashganlarning hammasi tuvan tabaqadagi kishilar ekan. Hammasi la undaq emas. Ularning orasida Abu Bakr bor. Shundoq. Muhammadning yaqin do'stimi o'xshashda bizga qarshi chiqyapti.
U bir odatdagi inson xolos. Yo'q. O chiqan davatkan tushdagi yalqon. O cho'qim kuchlik yalqonga aylanadi. To'g'ri. Agar Muhammadning dini davomli kengaysa, o chaqda bizning ilohlarimiz yo'q chiqadi. Shuning bilan tavobchilarmi bo'lmaydi. Tavobchilar bo'lmasa, bizmi mavjud bo'la olmaymiz. Allohning elchisi ko'pchilikni jiddiy yig'ilsin deydi. Nima? Makka hujumiga uchrabdimi? Men tiqib bilmadim. Tezroq bo'linglar. Sumayya, darhol Kabe'ga borgin. Yuringlar. Yosir, tez bo'l. Nima ish bo'pti? Bilmadim. Voy, u av yergan. Sen ustimda o'tirgin. Sen Allohning elchisini ko'raladingmi unda? Ana aviyadiga. U so'zlashga tayyorlandi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam mundoq dedi. Ey Makka ahli, agar men sizlarga mushu tog'ning orqasida otliq askar bor, Makkaga hujum qiladi deb xabar qilsam, so'zimga ishonamsizlar? Yolg'on so'z anglab boqmaydi. Ondan so'zini davom qildi. Ey Makka ahli, men sizlarni butga ibodat qilishni tashlab, bir Allohga ibodat qilishga da'vat qilaman. Agar mushu xato e'tiqodinglarni davom qilsanglar, qattiq azobga qilishinglardan ogohlantirman. Men faqat sizlarning botildan yiroq turishinglarni umid qilaman. Sizlarni Allohning qattiq azobidan ogohlantirman. Bizning jiyanimiz bizni ahmoq ko'rib qoldimi? Uni tusvol Abu Talib. Seni nazarimga olmayman Muhammad. Sen bizni moshashga chaqirdingmi? Ajab bu kishini xush qildi. Sen bu kishining so'ziga ishonamsan? Albatta, har bir og'iz so'ziga ishonaman. O tog'dan tushyotdi. Biz darhol uning sipiga qo'shilaylik. Yaxshimisan, qop yurak? Xoinlik qildingmi? Ey Rasululloh, biz sizni jon tikib qo'g'daymiz. Hattasmasdan ilohlarımızga til tekkizotgan qara. Payg'ambarmish tig'i. Qop kerak. Qo'rqishinglar. Payg'ambarni ularni vujudi saqlaydi. Mahkam tutsayli, tegib ketmasin. Sen bunda qilsang bo'lmaydi Bilal. Allohning elchisi oshkora da'vat qilgan ekan. Undaqda men mo e'tiqodimni oshkorlayman. Hey, kim bu? Yaxshisi, qo'limning musulmon bo'lganligini aytmanglar. Sen faqat mening jismimga ega, lekin ruhim Men tepib baqay. Sening ro'ying erkin shundaqmi? yo'q, mening ruhim yanada qul. Sana taalluq emas, balki Allohga taalluq. Bu xatolikning boshlanishi Bilal. Sening jisming va ruhing hammasi meniki. Sening hamma narsang menga taalluq. Hammasi meniki. Muhammadning so'zlari yolg'on. Ruhim sana tavbada. Tezlik deyapman. Deyin Bilal, tez degin. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi. Allohdan boshqa iloh yo'q. Qamchi ostidami og'zingni qattiq qilamsan-ki? Qani men bir ko'rib boqay. O'ziga o'zi qildi. Muhammadning so'zini inkor qil. Bilal. Allah bir. Allah bir. Ruhim sana taalluq degin. Bunu saçlı sıkı ve ağırlaştırıp ötümün. Görgensen. Allah bir. Razmeyse. Umayya. Men Abu Bakr vakolatan bu kishini setib olaman. Qani baho qo'ygin. Yaxshi o. 10 tilla.
Sen özünü yandım dep qaramsan? Sen berip Ebu Bekir'e et. Ben o erzimes ruhunu 3 yarmak sitip algan edim. Agar u lozim bo'lsa 100 tilla desangmi chiqirdi. Gerçi biz Muhammedni cheklagan bo'lsakmi, lekin u yana dinini tashviq qilyapti. Bizning ko'p qism tavobchilarimiz dindan chiqyapti. Qandaqmi mumkin bo'lsin? Javobi nihoyat oddiy. Ya'ni Qur'onning nomidan foydalanamiz. Nima? U deganni vahiy deb atalgan tursa. Ular faqat quruq gapni biladi. Barliq kishilar Abu Jahlni hurmatlaydi. Muhammadning so'zlari hammasi bema'ni so'zlar. Ularning xeyli amaliy kuchi bor. Oddiy qilib aytsak, bu dunyoga tava emas. O sehrmi? Bu birdan bir muvofiq tushuntirish. Undaqda biz uni cho'qim cheklayli. Sehrgarlar, shoirlar bilan ularga qarshi turayli. Abu Talib, biz seni intayin hurmatlaymiz. Oldingi qatim-qadak biz sening berishingni umid qilamiz. Sen jiyaningning targ'ibatini to'sqin, lekin sen to'smading. U Makkaning tinchligiga tahdid elib keldi. Necha yil burun u Makkaga tinchlik elib kelgan. Ayni chaqda sizlar uni farosatli kishi deb maqtagan edinglar Abu Jahl. Biz Ka'bani remont qilgan chaqda qora tosh, ya'ni Hajrul Aswadni o'rinlashtirolmay bir-birimizga tig' ko'targanimiz esinglardimi? Shu chaqda Muhammad kelib, Masalning tugini dal mushiyada. Abu Jahl, sen to's, bo'lmasa o'zimiz to'simiz. Yo'qol. Sen Quraysh xalqining qon to'kishini xohlaydigan o'xshamamsan. Nega yo'qol? Lekin sen bizning maydonimizni aniq bilasan Abu Talib. Ahvoldan qaraganda tinchligini saqlash qiyindek turadi. O'tinib qolay. Qandaqli bo'lmasin jiyaning bilan so'zlashib ko'rgin. Makkaning tinchligi uchun uning bilan so'zlashib ko'ray. Muhammad, ishni yepib bu yoqqa kel. O'ltirg'in. Qarindishimning o'g'li. Qurayshlar sendan da'vatni to'xtatishni talab qildi. Agar unda qilmasang, men seni qo'g'diy olmasligim mumkin. Ishimmi bir yagi bode Muhammad. Men endi bu kishilarning besimiga bardoshlik bera olmayman. Mening qo'shnilarim, mening qabilam, biz tunuydigan barliq kishilar. Acaba bu targ'iboting shuncha muhimmi Muhammad? Sen bunda qilaversan, buning uchun jiningni silib berasan. U chaqda butkul shahar qonga buyuladi. Makkaning tinchligi uchun bo'lsa-mu, da'vatingni to'xtatgin. Bu so'zlar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yuragini azdi. Biroq u mundaq javob berdi. Vazifamni o'ng tarafimga kunni, so'l tarafimga oyni ilib bersanglarmi, tashlamayman. Men davomli da'vat ilib boraman. Hayotimdan ayrilsammi, vazifamni davomlashtiraman. Muhammed, sen vazifangni davomlashtiravergin. Men tog'i bo'lg'ichi hargiz seni tashlab etmayman. Men hayotli bo'ladi ekanman. Seni qo'g'dayman. Men sizlarga aytsam, biz Muhammadning qabilasidan, biz uni qo'llashimiz, qo'g'dishimiz lozim. Qanchalik badal to'lasak-mu? Nemishqa? Nemishqa biz bir odam uchun Makkani o'zimizga dushman qilib olamiz. Chunki u bizning jiyanimiz. U azaldan xato ish qilmagan. Aha! Ulug' Hamza to'g'ri gap qildi. Sen qilishmazlik usta aka. Chunki Muhammad seni shunda qilishga majburladi.
Periştiki ödüm digeni gibi asma. Herkes onun için cinimi silip vermeymen. Muhammed yanıla dinini tashviq qilyapti. Bizning tirishchanligimizni tamoman yo'q chiqardi. U hammani vayron qilishdan burun uni to'sib olg'in. U keldi. Nima o'qiyotdi? Dindin yong'uchi. Men hargiz botlarimni ag'dirib ketishingga yo'l qo'ymayman. To'xta! Sen ketmoqchimi? Hamza, siz oxir qaytib keldingiz. Nima ish yuz berdi? Abu Jahil, jiyaningizni xalq olam orsida haqorat qildi. U qanday qildi? Hech nima. Jimlik ketib qoldi. Hay, bugun at degan o bu yerda namoz o'qib o'tibgan. Men uni haydavatdim. Hamza, Agar men bilan tutishmoqchi bo'lsang, to'g'ri yurakli qilmay chiq. Men Muhammadning dinida tursam, sen uni haqoratlash qandoq bitinding? Men sizning Muhammad alayhisalomning diniga kirganingizni bilmaydi ekanman. Men hozir dinimni o'zgartdim. amal qilmay bo'lmadi. Men sening targ'ibotingning rost ekanligiga ishonaman, o'g'lim. Men so'zlaringdan his qila olayman. Bu mening nima uchun iymon etganligimning sababi. Allohdan boshqa iloh yo'q. Sen Allohning payg'ambarisan. Ularni jazolanglar. Bu yoqqa. Sen uni nima yaparsın? Qo'limni ta. Uni qo'yibman. Mening yo'ldashim qani? Bilishning hojati yo'q. Muhammadni inkor qil, butlarimizga tova qil. Bo'lmasa o'lmay amoling yo'q. Tizak! Yo'q. Tizak! Ana, tezdan. Ular xohlaydigan so'zni dam. Balangning so'zini angla, Sumayya. Oxiratda mendan Ana, yashash uchun Alloh va uning payg'ambarini inkor qildingmi deb so'rasa, qandoq qilaman? Biz hargiz demaymiz. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad alayhisalom Allohning elchisi. Sen meni ko'ldirlatyapsan. Sening bu so'zlaring vasiyat bo'lib qolg'usi. İslam tarixidagi tunji shahid bo'lg'uchi. Bechora Sumayya. Bechora Yasir. Allohga shukr. Ammo ortig'i hayotgan. U qandaqroq? Rasululloh o'zini tasdi tutib oldi. Biroq o bizning turmushimizdan bakla ansirayotidu. Bizni Habashistonga hijrat qilishga marhamat qildi. Habashiston? U yerga muloyim bir xristian podshoh ekan. Balkim mamlakatida turmush kechirishimizga qo'shilishi mumkin. Men ko'pchilikni boshlab minishni talab qildim. Bir necha qovul yigitni yordamga chaqirdim. Mang'in Malik, bizga hech ish bo'lmaydi.
Mosi davomli alg'a ilgilaydi. Ular boykab qilishdan burun biz muvaffaq bir joyni tepib yushirinib olaylik. Ular balki hozir Habashistonga berib bo'ldi. Xolid odam boshlab ularni tutib kelsin. Ularni cho'qim qaytirib kelib, qattiq jazolanglar. Kishilarga Makkaga xoinlik qilishning kechirgili bo'lmaydigan gunoh ekanligini bildirib qo'yinglar. Bu yerga qimmatbaho marjonni qo'yib qo'ydim. Bu endi sening bo'ldi. Qilgan himmatim uchun meni panohingga olgin. Yaxshi qildim. Men sening Habashiston podshohini taniydig'ingni bilaman. Amaliyotda bu intayin oson xizmat. To'g'ri, bu onunga tayyorlangan. Faqat Bular sizlarga tayyorlangan sovg'at. sening mardligingni til bilan tasvirlagili bo'lmaydi. Qullar loyiq emas. Men sening kelish maqsadingni bilaman. Haqqatan yurtinglardan kelgan musofirlar uchun deyman. Ular malmanchilar aliylari. Ular davlatlarni xuddi bizning yurtga o'xshash parakandizlik saladi. Mening ularni elib ketishimga qo'shilsizlar aliylari. Meningcha ular bakla oq ko'ngil kishilar ekan. Ular yangi bir dinni ijod qilishdi. Ular boshqa dinlarni gumron qilmoqchi. Sizlar nima deb javob bersizlar? Qadrli oliylari, Podshohga ta'zim qilinglar. Allohdan boshqa hech kimga sajda qilmaymiz oliylari. Mana qarsizlar hurmatli podshoh aliylari. Ular qoida yo'sindan chiqishga boshladi. Buni hozircha tilga olmaylik. Ilohning haqqida men ularga yaxshilik qilaman. Davomlashtir. Texi yaqindila podshoh oliylari. Biz nodonlik ichida yashaydik. Shu mezgilda Alloh bizga bir payg'ambar avatdi. U bizni faqat birla ilohga ibodat qilishga chaqirdi. Bizga haqiqatni tunutdi. Ota-onamizga yaxshilik qilishga buyurdi. Qo'shnilarga yordam berishga, ular bilan inoq o'tishga chaqirdi. Bizga dunyo hayotining cheklik ekanligini aytdi. Atrofimizdagi barliq shaylarni Allohning yaratganligini, zaminni va bizlarni mohirlik bilan yaratganligini, hamon bir kuni bizning Allohning oldiga berib hisob beradiganligimiz haqida ta'lim berdi. Ularning ta'limoti Isa payg'ambarning Injil kitobi bilan o'xshashgan amr. Yo'q aliylari. Ular sizlarning diningizga hurmat qilmaydi. Ular Isoni Allohning o'g'li emas. Oddiy bir inson deb qaraydi. İsa to'g'risida payg'ambarimiz mundoq deydi. U Allohning bandisi va payg'ambari. U Alloh tarafidan Hazrati Maryamga ilk qilingan ruhdir. Bizning e'tiqodimiz bilan sizlarning e'tiqodinglar xuddi bir nurni ikkiga bo'lgandek yiltizi bir ekan. Ular menga tog'dek oltin bersimi, hargiz sizlarni bermayman. Xohlasanglar davlatimda turmush kechirsanglar bo'ladi. Sana kelsak amir. So'g'atoni elib Makkaga qaytib ket. Abu Jahl! Abu Jahl! Bir necha puldarar xotinlar Texi Abu Lahabni
qamarda o'tib olamiz deb ketdik. Biroq men ularni utib oldim. İkkalarning yuzini demasam, ularni vayron qilib o'tdim. Abu Jahlning jiyani o'g'li Umar ibn Xattob musulmonlarga qo'shilib ketibdi. Ömer, mening Umarimmi? To'g'ri, Umar, to'g'ri. Mumkin emas. Umar emas. Qaraganda umi Qur'onni anglagan o'xshaydi. Uning deyishicha, go'zal Qur'on oyatlari uning qalbini tozlatdimish. Hay, men qanday qilishni bilaman. Ey qudratli iloh, gapimga quloq solg'in. Har qancha qilibmi musulmonlarni to'siy olmadik. Balki sen bizga yordam berarsan. Azoniyim, bu sarang emas. Ularga baloyi ofat yog'dirg'in. Sen bir. Bo'ldi sen qilib bo'lding. Muhammad, Biz ularni qo'lab chiqiraylik. Ularni hammadan ayirib o'taylik. Nayt yaxshi. O chaqda ular bu joydan ayrildi. Ularning yolg'on yovdaq so'zlarini butkul arab rayoniga tarqataylik. Ular hech qanday joyga bora olmaydi. Faqat ularni mo'shi yerda qoldiramiz. Biz ularning ochlikdan o'lganini ko'ramiz. Och qo'yamiz. Qandoqmi mumkin bo'lsin? Biz bir qarornoma chiqarib uni Kabening ichiga chaplaymiz. Qarornomaga har qanday kishining Muhammad bilan muomala qilishiga, ulardan qiz ilib qiz berishiga, har qanday shakl bilan ularga yordam berishga bo'lmaydi deb yozamiz. Ta Muhammad o'zining xatoligini tunig'icha uningga qarornoma bo'yicha muomala qilamiz. Rahmat sana Muhammed. Musulmonlarning turmush manbasi uzilgandan keyin nurg'un kishilar o'z oilasidan ansirab, hayotini saqlash uchun yaqin atrofdagi toqqa ko'chishga boshladi. Rahmat. Rahmat. Kechirim, buningdan ko'p berolmayman. Apa kursuğumashti? Bilaman, bolam, bilaman. Dada, biz Hibistonga berib Malikni izlasak bo'lmamdi? Ular bizning ayrilishimizga yo'l qo'ymaydi. Sizningcha Malik bizning hozirgi ahvolimizni bilandigandi. Men birsiga xabar yetkazib qo'yishni havol qildim, ammo hozircha aniq emas hodi. Sen yolg'iz mansang bo'lmaydi, Malik. Bizning oiladagilar qiyinchilikda qopti. Men endi bu yerda qola olmayman. Mana bular oziq-tuliklarimiz, ammo Xadija onamiz hamma narsani setib o'tib, moshinchilik lozimatliklarga almashtirdi. Lekin yanala uzun bardashlik bera olmaymiz. Kim bu holatni 3 yilgacha davomlashar deb o'ylagan? Ey Allohning elchisi, betap bo'lib qopsiz. Men islomning chidamliq bo'lishini tashabbus qilganligini bilaman, ammo unda qilavermam. Hilmi o'zingizning oziqini boshqalarga taqsim qilib berdingiz. O nima? Muhammadga xabar qilinglar. Men u uchurni
Quraysh xalqiga yetkazaman. Sizning salomatligingiz ancha yaxshi emas. Men xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Salomatligingning kun sari yomonlashayotganligidan afsuslanaman Abu Talib. Men o'lgandan keyin sana bu o'rinning tegishidan gumon qilman. Qaraganda Muhammad bilan kelishish osonda qildi, shundaqmi? Shundoq, albatta. Bo'ladi. Mening demoqchi bo'lganlarim sizlarni rozi qilsa ajab emas. Muhammad menga bir ishni aytib berdi. Agar yolg'on bo'lsa, qandoq bir taraf qilsanglar mayli. Agar rost bo'lsa sizlar cho'qim uningga va musulmonlarga yurgizayotgan jazoni to'xtatsizlar. Nima ish? Bu ish mundoq. Sizlar imzolab Ka'baga chaplab qo'ygan qarornomani alliburun quritib ketdi. Faqat bir eg'iz so'zdan boshqa Allohning ismi bilan boshlayman. Malik. Ana! Uyga qaytmoqchi bo'lib turgan edik. Güzel ham qisqa bo'lgan xotirjam minutlar. Qarmoqqa yomonimizday qiladi. Rahmat sana Jalila. Malik. Jalila, tez kel. Mu'minlarning onasi Xadija og'rib qopti. Ha, Xadija? Asta. Tez boqing Jalila. O, ketdi. Sizlar 25 yil birga turmush kechirdinglar. Balalarning onasi. Islomga tunji kirgichi payg'ambarning yaqin do'sti. Biz bu yilni qayg'u yili deb atadik. Chunki Abu Talibmi shu yil qazo qilgan edi. Bu yoqqa kel. Muhammad. O'lim yetishdan burun Qurayshlar menga bir savol qo'ydi. Ular sening javobingni olmoqchi. Sen faqat ularning diniga aralashmasanglar. Biz sizlarga hujum qilmaymiz. Senmi bizga, ya'ni dinimizga hujum qilmaysan? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam undaq dedi. Shundoq qilay. Ha, anladingmi? Hamma ish bitdi. Ham talabinglarni ozroq to'liqlab qo'yay. Faqat sizlar kafolat bera olsanglar, ham o'rin deya olsanglar, butkul arab zimini bilan Fors zimini sizlarga tava bo'ladi. Siz ayt. Sizlar guvohlik beringlar. Allohdan o'zga iloh yo'q. Hey oğlum, bu vaqtında ular seni aldımga ko'tarib kelgan vaqtdilar.
sening boshqalarga o'xshamaydiganligingni bilgan edim. Mana bu isbotlandi. Bu isbotlandi. Mening ko'nglim oxiratinde. Hamda ben sizlarga bosh bo'ldim. Shundoq. Hech bo'lmaganda ataq bo'lsimi? Agar sen xohlasang, o'zingni podsho deb e'lon qilsangmi bo'ladi. Ammo menga menga to'sqinlik qilmaslikka qo'shilishing kerak. Yaxshi. Endi biz birinchi masalani hal qilaylik. Musulmonlar? Yo'q. Muhammad men ularning bu yerda erkin namoz o'qib yurishiga chidab tura olmayman. Kang qursoq bo'lgan Abu Jahil. Biz oldi bilan xalqning qo'llashini qo'lga keltirishimiz kerak. Sen shoirlarni demoqchimi? Ular bizning deganimizdek qiladi. Bizning maqsadimiz Muhammadga qarshi turish. Buni Abu Lahab o'rindaydi. Mening do'stlarim, sagak bo'linglar. Jiyanim bir maydon urush qo'zimoqchi. Urush? O o'zini payg'ambar da'vatida. Ammo uning haqiqiy maqsadi bizga podshoh bo'lish. Uni maqsadiga yetkazmaymiz. Bizning urf-odatimizni axloqsizlik. Ilohlarimizni bo'lsa tashlab o sizlarga hujum qilib qolmasdan, balki ajdodlaringlarga hujum qilyapti. O barliq ma'budlarimizni mudhish hamoqatga o'xshatdi. Shuncha vala izohanatga mashindaqli qarab turamdi. ilgirki to'qinishini yuz bermas. Bizga endi Abu Talibning himoyasi yo'q. Nagim baralaytdiq. Bilal, Nima ish? mening ismim Baro. Biz bultor 12 kishi bilan kelib Rasulullohdan ta'lim olgan edik. Voh, Madinadan keldingiz? Biz butun vujudimiz bilan islomga ishondik. Anladingmi? Madinada 12 kishi iymon keltiribdi. Yo'q, necha yuz kishi payg'ambarimiz Yasribga berib ko'rib baqsa yaxshi bo'ladi. Hozir bizga lozimi. Hozir so'zlashadigan payt emas. Bugun siz Aqaba tog'ida Allohning payg'ambari bilan ko'risha olasiz. Ey Allohning elchisi. Siz Madinaga borgan bo'lsangiz, bizning shaharda behuda qon to'kilmoqda. Qarindoshlar o'zaro urushmoqda. Faqat siz va sizning vazifangizla bizga tinchlik elib kela oladi. Borgan bo'lsangiz. Agar siz borsangizlar, biz sizni qo'g'daymiz. Ey Allohning elchisi, Alloh rahmat darvozasini ochdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam qabul qildi. Payg'ambarimiz hammamizni Yasribga hijrat qilishga buyurdi. Kechada yo'lga chiqishdan beh qo'rqyapman. Rasululloh har qanday kishiga tuydirib qo'yishimizni xohlamaydi. Nimishqa biz boshqalar bilan birga bo'lmaymiz? Biz ko'pchilik bilan birga maqsaq bo'lmaydi. Unda qilsak, bahli xatolik bo'ladi. Ma'udaga vaqt bo'ldi.
Ularning hammasi qochibdi. Lekin Muhammad ketmabdi. Mangmaganlarga ko'z quloq bo'linglar. Hozir qaror chiqaradigan vaqt. Muhammadni qandoq bir taraf qilamiz? Zindonga tashlaydi. Yo'q, surgun qilaydi. To'g'ri. Uni odamzotsiz qumliq qolaydi. Uni qo'yib berayli. Biz uni Makkadan qilmasayli bo'ldi. Agar u Yasribga berib hokimiyat tiklasa shu, Ondaqda o bizni Biroq uni kimni o'ldirmasin, Muhammadning qabilasiga dushman bo'lib qoladi. Kim bu vazifani o'rinday oladi? Kim talab qilsa shu borsin. Har bir qabiladan birdan yigitni tanlab, uni maxfiy o'ldirishga avatinglar. Bundoq bo'lganda Muhammadning qani hamma qabilaga chechilib ketadi-da. Shuning bilan hech kim sizlardan o'ch ola olmaydi. yaxshi amal. Ketdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam ularning planini bildi. Shu kuni oqshimi Alini o'zining o'rnida yotqizdi. Chunki hech qanday kishining Aliga chiqila olmaydiganligini biladi. O qayerda? Qachonqa hujum qilamiz? kirishinglar hojatsiz. Sirqi chiqqanda qo'l solsaqli bo'ldi. O'choqda tun subiga ulashgan chaq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotdi. Qotillar bir-birlab uxlashga boshladi. Abu Bakrning yeniga berib, uning bilan birga Makkadan ayrildi. Ham yaqin atrofdagi bir o'nkirga yushirinib oldi. Sizlar bu yerda Muhammadni saqlab otamsizlar. Necha soat burunlar shahardan chiqib ketayotganligini ko'rdim. Bu mumkin emas. O qayerda? Kim uni tutib barsa, uningga 100 to'ga inom qilaman. Tez beringlar. Bu yoqda. Taq ichiga kirib ketibdi. Jazmlashtira olamsan? Jazmlashtira olmayman. Yana bir necha soatdan keyin 100 to'ga men bo'ladi. Men hech qanday izni ko'rmadim. U dal mush yerda.
Hergiz bu yerga kirolmaydi. Bu yerda o'mchikning to'ri bilan qushning changisi bor ekan. Shu kuni Yasribga qarab yo'lga chiqishdan burun Muhammad sallallohu alayhi va sallam cho'nqur xiyol bilan Makka ga nazar tashladi. Uning uchun bu bir aslimiga to'lgan shahar edi. Uning bolasi tug'ilgan zamin, ayoli vafot bo'lgan joy. U aytdi: Allohning zamini suyimlikdir. Allah'tan başka hiç kim bizni ayırıp etelmeydi. Ben senden ayrılmayman. Qumning kuydirishiga hech kim chidayolmaydi. Bizga yetgan xabarda xatolik bo'lishi mumkin va yoki u og'rib qolgan bo'lishi mumkin. U tutilib qolmadi. Shunga u cho'qim keladi. O geldi. Resulullah geldi. Biz tunji qatam xotirjam holda namoz o'qidik. Har kuni jafolik ishladik. Shundaqdimi biz nihoyatda xursand edik. Sen uning bilan berib darsingni o'qi. Bu yoqqa kel hadi. Men berib dadam bilan Malikning masjid silishiga yordam etay. Avval berib darsingni olgin. Rasululloh qiroat o'rganishini topiladi. Dada, ben sen bilan birga. Darsan o'qi. Uning xalqiga bardi cho'ng kulamlik. Tushunolmadim. Men hozir masjidga borsam bo'lamdi. Borsam puludu hadi. Bardi. Uning xalqiga bardi. Ha. Uning xalqiga bardi. Bolarimning ustoziga so'qilmoqchiman. O, bek chiroyli ekan. Ya Resulullah. Akila men alay. Endi sizmi aram elim? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga aytdi: Bütün musulmonlar bir oila kishilaridir. Namozda turganda murini muriga taraf bir gavda bo'linglar. Madinada turayotganlar qandoqdir imtiyozga ega emasdir. Balki hamma kishi barobardir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Azon aytibdi. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ana, hozir biz eng baxtli kishilarmi? Sizlar-chi? Nima uchun?
Yasribning nomi payg'ambar yurti Madinaga o'zgartirildi. Av ish bo'ldi. Musulmonlar qoldirib ketgan hamma narsani bir taraf qilib o'tinglar. To'g'ri. Hamma buyumlarni karvonlarga qo'shib Damashqqa olib borib setib o'taylik. Shunda qilsak bizga mo ancha-muncha naf qoladi. Ular bizning barliq mol-mulklarimizni musodir qilib, Damashqqa olib borib setib o'tibdi. Shu topda ular xurjinlarga liq oltinlarni qashlab Makkaga qaytyapti. Ular davomli tijorat yo'llarimizni uzib etsa, biz yana ocharchilik qilib jar bo'lamiz. Ya Rasululloh, men sizning zo'ravonlikni yomon ko'rdiganligingizni bilaman. Biroq Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytdi: Biz karvonlarni to'sib, o'zimizning mol-mulkini qaytarib olaylik. Muhammad 300 kishilik qo'shinni boshlab bizni qo'g'lab kelyapti. Sen darhol Makkaga berib ularga xabar qil. Bizga yordamga qo'shin avatib, mol-mulklarni qudab qolsin. Orqaga burilib, dengiz bo'yi bilan mangayli. Qo'shinimiz Allah bir yo'lga chiqib bo'ldi. Mening uchun jangga chiqishim kerak edi. Men hargiz bormayman. Agar sen borsan, senin qarzingni ko'tarib o'taman. Agar qo'shilmaydi ekansan, jinimni olaman. Voy ay. Unimi Ahri yetib keldi. Abu Jahil bilan musulmonlarning orlig'ida 2 kunlik musofirlik qildi. Ular xabar yetkazdi. Biz xatardan qutuldik. Ammo bizning qo'shnimiz 3 yas ko'pgan. Qachqa yetmasmi? Ammo Muhammad bilan urush qilmasin. Ular Makkaga qaytib kelsin. Mabotlarimning haqqini qasamki, shuncha uzun yo'lni besib bo'ldim. Hargiz qaytmayman. Mumkin emas. Toki Muhammad o'lmaguncha qaytmayman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushmanlarining 30 kishilik qo'g'dug'uchi qo'shin emas, balki mukammal bir harbiy qo'shin ekanligini bildi. Men eng oxirgi fikr bergichi bo'lsam kerak. Nim bo'lib ketishidan qat'iy nazar, biz sizni jon tikib qo'g'daymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: Mustahkam e'tiqodinglar bilan jangga otlaninglar. Alloh karvonlar bilan g'alaba mevasining jang maydonida ekanligini va'da qilgan. Musulmonlar Makka qo'shini bilan Badr degan joyda uchrashdi. Qalqinimni tayyor qil. Menimdan ayrilma. Hammadan muhimi avval Bilalni tepish. Shuning bilan bu qitimliq jang qoida bo'yicha boshlandi. Hamza qilichini sug'ardi-da 2 kishini chaqirdi. Ubayda, Ali,
ve ilahlarımız için can kılaylı. Ular şırda can kıldı ki ha. Bilal. Umayye. Çıkın evde. Ular kaçtı. Abu Lahab. Qaytib keldingmi? Men qarzimni qaytirib bo'ldim. Oxirida sen bir ishni bilib ol. Iloh jangda sening jiyaning taraf turdi. Bana yardım kıl. Acaba bana yardım kıladigan adam yok mu? Nanqipi, kalva. Men uni qaytib kelsin degan edim. Bizga endi fursat bor. Gap buningda emas. Biz tunji qitimliq fursatni ketkizib qo'ydik. Hozir ko'pchilik ilohni ular taraftikan deb qarayotdi. So'zimni esingda ching tut. Bizning ularni yengishimiz tiximi ta'sirlashdi. Uni hayti odatdagi bir odam Xata. Balki sen odatdagi bir odam. Uni burun holatiga o'xshatqilib bo'lmaydi. Bu yerdagi barliq oltin kumushlarni uningga taqobil turishga ishlataylik. Biz qurol va jang harbisi setib qolaylik. Men Muhammadga zodi kimning kuchli ekanligini bildirib qo'yay. Makka tarafdan 3000 kishilik qo'shin biz tarafga qarab otilibdi. Ammo bizning oran 700 kishilik qo'shinimiz bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan kengashish orqali biz mushriklar bilan Uhud tog'i atrofida jang qildik. Rasululloh tayyorliqlab tutdi. Payg'ambar o'z o'rninglardan qat'iy ayrilmaslikni talab qildi. Bu tog'dan ayrilmanglar. Dushmanlarning orqa tarafdan hujum qilishiga qat'iy yo'l qo'ymanglar.
Hamza! Ular Hamzani o'ldiryapti. Düşmanlar kaçışga boshladi. Sizlar nima qilyapsizlar? Jang qilinglar! Jang qilinglar! To'xtanglar! Qaytib jang qilinglar! Ular ikkiga bo'linib ketdi. Biz chekinaylik. Yo'q, vaqti emas. Ha? Hey, sizlar nega borsizlar? Ular yordam qilib Bo'lmaydi. Rasululloh bizni o'rninglardan ayrilmanglar degan. biroq dushmanlar allaburo qochib ketdi. Urush maydoniga kiringlar. Ketmanglar. Vaqti bo'ldi. Qaytib urush qilinglar! Qo'lga! Diqqat! Haha, Muhammed öldü. Ya! Bizden ayrılmang ey Allah'ın peygamberi. Onu qo'g'danglar, taq üstü gelip çıkınlar, çekininglar. Çadak bo'ldi. Muhammed rostili öldü mü? Ben onun yıkılgınını öz gözüm bilen gördüm. Gipimni angla. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Bugünkü g'alaba bizden ilahlarımızga mansub. Bizden o'liklarimiz cennette. Sizlarning o'liklaringlar bo'lsa do'zaxda. Arzuyunu qilayver. Muhammed senden mangulik vidolaştı. Muhammed deha hayat. Ondaqda onunğa aytib qo'y. Jangda o'lgan bir odamimiz uchun sizlarning 4 odaminglarni o'ldiramiz. Muhammed deha hayat. Ha, mana buni Makkaning haqiqiy shon sharpi deymiz. İbadet qilib bo'lib chiqqan Abu Sufyan. Bu yerga sen bizni boshlab kelgan. Muhammed deha hayat. Hayat bo'lsin nima bo'pti? U Hamza va boshqa odamlardan ayrildi. Qani kela. Biz birlikda tabriklaylik. Ha, bu paytda kim bundaq shon sharafni qabul qila olsin? Chunki Muhammed tig'icha hayotgan. Shu chaqdala ittifoqlik va muqim davr keladi. Musulmonlar bilan Makkaning orasidagi urush oxirlashadi. Har bir qabila boshliqlari butkul arab dunyosi bilan birlashib Muhammadga qarshi turayli. Toki Muhammad hayot degan so'zning vaqti o'tkicha. Toki Muhammad degan so'zning vaqti o'tkicha. İslamның cheki bor. Hargiz mo'mingulik emas. Men bo'lsa mayli. Men butkul mol dunyoyimni Muhammadni yo'qotishga sarf qilaman. Biz 4 qitim o'zimizdan 2 kuchlik dushmanni yo'qotdik. Biroq 10 ming dushmanni atrofimizni qo'rchib olishiga qat'iy yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bo'lmasa ular bilinib bizga hamma yoqdan hujum qiladi. Allohning payg'ambari, sizningcha qanday qilsak bo'lar? Faris diyorida agar otliq qo'shinning hujumiga uchrasak, Biz 4 atrofdan xandak qo'laydik.
Nima endi? Arab zaminida asaldan bundaq ishni ko'rib boqmabdi ekanman. Meningcha biz saqlab boqaylik. Odamlaringni boshlab, darhol tor o'rinni tanlab o't. No! Davomli tirishinglar. Qo'mondon, Qo'shin tarqilib, bir tarafdan hujum qilib, yana bir tarafdan tindiringlar. O'ttiz kun bo'ldi. Askarlarning jangovarlik bahli tuvallanib ular bilan so'zlashmabsan. Sen so'zga mahir natiq odamsan. Amal tepib, ularning ruhini ko'tar. Ya bo'lmasa, berib qomchi bilan tasavvur. bunda qilish toza muvaffaq emas. Ular Alloh musulmonlarga yordam beryapti deb o'ylab qoldi. Ondaqda mayli. Bütün kuch bilan eng oxirgi hujumga tayyorlik qilinglar. Tang yo'rg'anni hamon hujum qilinglar. Son jihatdagi ustunlik bilan g'albini qo'lga keltiringlar. Allohga hamdlar bo'lsin. Intayin az düşmanlar sakrab o'talidi. Düşmanlar bostirib kirishdan burun toshlarni yutkab aka olayli. Muboda ular shaharga bostirib kirsa, Siz ularga tosh bilan qarshilik ko'rsatmoqchimi? shundoq. Men bek qo'rqib o'taman. Qo'rqma. Agar o'lib ketsak, jannatga kiramiz. Biz ketgandan keyin eshikni ching tirab qo'yib, Hozir cheksiz kuch qudratini namoyon qiladigan vaqt. Muhammad sallallohu alayhi va sallam duo qilyapti. Ey Alloh, Qur'onni tushirguchi, zolimlarni jazolag'uchi. Muhammadni qanday kuchning qo'llashidan qat'iy nazar uni mag'lub qilgin. Musulmonlarni o'z panohingda saqlag'in. Musulmonlarga tangdasiz hukmron ekanligingni bildirib qo'y. Musulmonlarni dushmanlardan himoya qilg'in. Ey Arabning yigitlari! Çediranglarni mahkam saqlanglar. Hammasi o'tib ketadi. Çediranglarni mahkam saqlanglar.
chekininglar. Allah bizga yordam qildi. Bir kuni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi. Men tushimda qo'limdagi oshqish bilan Baytullohning eshigini ichiyotgandekman. Biz yaqinda Makkaga qaytib haj ibodat qilamiz. O Makkaga kelamdikan. Qur'onsiz Bizning haj ibodatini bekor qilmaydiganligimizni u biladi. Kela arab dunyosi bizga qarshi chiqadi. Uni yo'qotayli. Muhammadni yo'qotayli. biz hech nim qila olmaymiz. Uni Makkaga kirgil qo'yayli. Nima? Muhammadning tavob qilishiga qarab turamdiq. Shu ahonatga chidamdiq. Oxirlashdi. Hammasi oxirlashdi. Men Suhaylni sulhi tuzashga avatdim. Biroq musulmonlarni Makkaga kirgizmaymiz. Biz kelishim nomini o'zgartaylik. Biz sizlarning hujuminglarga uchramay turib, hargiz hujum qilmaymiz. 10 yil kuchga ega bo'ladi. Biz chiqib Makkaga berib, Ka'bani tavob qilamiz. Nayt iniq bo'ldi. Kelar yili kelinglar. Makkaga kirmay, mushundaqli qaytib keldinglarmi? Ammo kelar yili yana boramiz. Keyin har yili mushundoq bo'ladi. 10 yil. Har yili 3 kun tura olamiz. 10 yillik tinchlikqa erishdikmi? 10 yil. Shundoq. 10 yilda islom nurg'un joylarga tarqala oladi. Amr ibn As Nima sababdan Madinaga borasan? Muhammad bilan ko'rishiman. Nima ko'rishsan? Nima ko'rishsan? Musulmon bo'laman. Men taxi uningga ziyonkashlik qildiga o'xshaydi debdiman. Sen uni qo'dimoqchimi? Biz qandoqmi haqiqatni inkor qila olamiz? U haqiqatan payg'ambar. Guvohlik bermanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Siz Allohning elchisi. Menmi guvohlik beraman? Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning payg'ambari. الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله Nurg'un musulmonlar ziyonkashlikka uchrabdi. Ular sulhini buzdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaror chiqadi. Makkani qaytirib oladigan vaqt keldi. Shundoq Allohning payg'ambari
Rasululloh, tayyorliklar bitdi. Makkaga qarab olg'a! Hozir ularning tuman kishilik qo'shini bor. Taxi bizning eng yaxshi qo'mondonimiz boshlab kelyapti. To'xta, müdirnimi? Men Muhammad bilan ko'rishga keldim. Qo'lingni chiqar. Bo'l! Agar uni ziyonkashlik qilmoqchi bo'lsam, bundaq ahmoqlik qilmaysan. Sen azaldan yomon niyatingni yenib baxmag'in. Men tinchlik uchun keldim. Bo'ldi, siz ayiblayvermang. U yaxshilikni umid qilib keldi. Shundoq. Bizni kechiring. Sizga zulm qildik. Sizlarni qattiq bostirdik. Endi biz sizlarga hargiz dushmanlik qilmaymiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytdi. Endi bu yerda bulang-talangchilik yuz bermaydi. Makka islom dini bilan poklandi. Buningga shaksiz ishonaman. Guvohlik bermanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning payg'ambari. Men shaharga qaytib tayyorlik qilay. Ko'nglim orom topdi. Chunki men ich-ichimdan Muhammad hayot deyalidim. Ilgirki qo'mondon amdilikda islomning oddiy fuqarosiga aylanibdi-da. Menga mushundaq bo'lishini umid qilaman. Do'stim, endi sen ozod bo'lding. Allahu akbar. Allahu akbar. Oxiri uyga qaytib keldik. Allohga hamd sanolar bo'lsin.
Men mengu o kunni unutib qolmayman. O xo'shallikni til bilan ifodalab bergili bo'lmaydi. Necha yildan keyin bir mezgil o'rin tutib qolgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam Madinada vafot bo'ldi. Yashi 63 ta edi. U bir umr oddiy sodda turmush kechirdi. O'zi ega bo'lgan barcha narsalarni nomratlarga bo'lib berdi. Mening payg'ambar bilan ko'rishib, so'zlarini anglag'im kelyapti. Shundoq. Lekin Allohning kalomi mangulikdir. Endi siz nega borasiz? Men bilmayman. Men bilaman. Siz Makkada qilib biror ish bilan shug'ullaning. Siz nima ish qila olasiz? Oh, bechiraylik kim? İlgari mushundaq raqlarni topadigan sayminim bor edi. Lekin ayrilib qoldim. Hamma narsamdan ayrilib qoldim. Agar ozroq qo'yinglar bo'lsa, mening seminimni ishlatsangiz bo'lg'udak. Shundoq. Shundoq. Efendim, siz qo'shig'imning yo'lini ishlating. Yo'q, u degan sizningki tursa. Undaq emas. Hozir sizning bo'ldi. Kelinglar, uning bilan birga bozorga berib kelaylik.